Assalomu alaykum do'stlar. Navbatdagi Shohona asansörimizni Samarqand viloyati Paxtachi tumaniga olib kelib o'rnatdik. Ish jarayoni kech bo'lishiga qaramasdan tugatib oldik. Bu ham odatdagidek 8x8 brus yo'llardan bo'lgan kovni gullardan ishlatib berganmiz. Pollar ham baquvvat bo'lgan, uchlik, bir-biriga kirishadigan shpont materialdan bo'lgan sasna. Hop, buni gullariga keladigan bo'lsak, mana bu joylarni palasalardan to'qib berganmiz. Tilla ranglar bilan ajoyib qilib sepilgan. Premium metal doimo bilasizlar, yangilik qilishdan to'xtamaydi. Chiqadigan zinasini doim temirli qilardik. Bu safar mana yog'och qildik. Shtob ertaga haligida sirg'anib yo muzlab narsa bo'lmasin degan vaziyatda yog'ochdan qilib berdik. Orqa tomonda mana bu yerlarni ham ko'rsatib qo'yasiz. Orqa tomondan, u tomondan ko'rinmaydigan qilib vodostoykalarni qo'yib berganmiz. Ikki tomondan hammasi bir joyga to'planib, mana shu tomondan tushadi. Xudo xolasa kimga yoqqan bo'lsa, o'zimizga aloqaga chiqaverasizlar. 97 463 05 06 raqamlariga marhamat bir ko'rib baho berasizlar.